Keling bugun sizlar bilan Pinterest'dagi so'nggi qo'ng'iroq uchun mos keladigan soch turmaklarini 5dan 10gacha, 1dan 10gacha baholaymiz. Mana bunisi prям нежный, ikkita нежный bantikcha taqilgan ekan. Menga juda ham yoqdi. Bunga 10dan 7 beraman. Такой нежный bo'lgani uchun va ikki tomonni ko'targanda yuz ochilib, yanada нежный ko'rinadi. Ikkinchisi, mana prichoska ham menga juda ham yoqdi. Pastdan lokollar bor ekan, ikki chetidan rosa yig'ishtirib American style qilingan ekan. Bu ko'p qizlarga juda ham yarashishi mumkin. Ayniqsa sochi uzun qizlarga vashshe ketadi deb o'ylayman. Bunga 10dan 8 beraman. Uchinchi prichoskamiz ikkinchisiga juda o'xshab ketar ekan, bu yerda cholka lokollar tushirilgan ekan, bantik taqsangiz ham bo'lar ekan orqasiga такой нежный, lekin bu anaqa so'nggi qo'ng'iroqda tushib ketadi deb o'ylayman. Qanaqadir распушенный bo'lib qoladi deb o'ylayman. Shuning uchun bunga 10dan 5 ball beraman. Bunisiga keladigan bo'lsak, oppoq lenta aralashtirib o'rilgan ekan. O'sha pastdan o'rilgani uchunmi, qanaqadir boshqa kiyimlar bilan balki chiroyli ketishi mumkin. Bu ham qanaqadir American style'ga o'xshaydi, lekin mani fikrimcha so'nggi qo'ng'iroq uchun chut не то и bunga 10dan 4 ball beraman. Keyingisiga keladigan bo'lsak, bu ham точно American style prichoska и buni pastidagi bantika menga uncha yoqmadi. Undan 3 beramiz. Oxirgisi bizda Ariana Grande stiliga o'xshab ketar ekan, kukulkalarga o'xshab. Bu prichoskani rostdan ham o'xshata olsangiz, очень нежный ko'rinar ekan. Ayniqsa hech qanaqa bantik lentalarsiz ham juda ham chiroyli ko'rinar ekan. Bunga 10dan 9 beraman. Obuna bo'lishni unutmang.